Baxtiyor aka, logistika firmaga ishga kiruvdim. Shogirdlarga nima maslahat beradi tezroq ko'tarilish uchun? Xo'p, ishda tezroq ko'tarilish uchun sizga 3 ta maslahat bera olaman. Avvalambor siz marketda, ya'ni bozor trendlarini yaxshi tushunishingiz kerak. Qaysi shtatlardan hozir qimmatga yuk chiqyapti, u shtatdan olganingizdan keyin qaysi shtatga yuborsangiz, keyin yana oson chiqib ketasiz. Shularni yaxshilab hisob-kitob qilib yurishingiz kerak. O'zi logistika yunonchadan olganda hisob-kitobni yaxshi biladigan odam degani, o'shaning uchun hisob-kitob birinchi o'rinda. Ikkinchidan, Hoji Akbar, bu soft skills yaxshi bo'lishi kerak. Faqatgina kompyuterni, ingliz tilini zo'r bilib olganingiz yetmaydi logistikada, ya'ni muomala madaniyatingiz zo'r bo'lishi kerak. Driverlar bilan, brokerlar bilan qancha yaxshi отношение qilsangiz, shuncha yuklaringiz ko'p berilib, yaxshi grosslar qilasiz. Va oxirgi maslahatim tez va halol ish qilishingiz kerak. Tez deganimda, ya'ni brokerlarga vaqti-vaqtida update'larini berib, driverlarga vaqti-vaqtida javob bersangiz, sizga bo'lgan ishonch yanada ortadi va sizning yuklaringiz ko'payib boradi. Logistika haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, sahifamga obuna bo'lib qo'ying.